Mana do'stlar, 2025-yil 7-mart Jizzax viloyati Adasay tumani Bo'ston MF'da joylashgan bir xonadon Marg'ilona jome masjidi. Bugun juma. Mana hozir juma namozida mana shu mahallamizda jamoatimiz bilan ado etib, jamoatimiz tarqalishdi. Bir ustadan hol-ahvol so'rayin degan edim. Usta hormang endi. Ya, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana masjidimizning oldi tomoniga qo'yiladigan panjara to'siqlarimiz avval yasaldi, so'ng mana shu yerda gruntovka qilindi. So'ng mana mokr rangga bo'yaldi. Mana endi tilla rangga bo'yaldi mana. Alloh yozuvi. Endi qanaqa rang uryapsiz mana barkchalariga? Bu ham tilla rang deyilar ekan. Mana panjaralar Lewis deyar ekan. Lewis. Mana shunaqalar urildi. Bitta, ikkita oraliqdiki ajoyib chiqibdi lekin usta. Ikkita oraliq, mana 3 ta oraliq. 3 ta. Mana 4 ta. Mana 5-inchisi. Endi ikkinchisini, uchinchisini uryapsizmi deyman, Lewis'ini. Mana shunday qilib tilla ranglarda, Lewis'larda uryapti usta, charchamasdan. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Bizning mahallada. Yo'q, rahmat. Mana bugun juma ekan. Ustoz Mo'minjon domlaga aytib, mana shu masjidimizga xizmat qilayotgan barchani duo qilib qo'ying deb iltimos qilgan edik. Jamoatimiz bilan duo qilib qo'yishdi. Alloh rozi bo'lsin barchasidan. Bu yorug'roqda yaxshi ko'rinar ekanda usta. Tilla rang bo'lib. Mana shunday do'stlar, masjidimizda obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. O'z hissangizni qo'shib qoling. Batafsil ma'lumotlar 93lik 323 0081 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'liga murojaat qilsangiz batafsil ma'lumot olasiz. Ana shunday.